Joni sog' bo'lsin, duo qilib qo'ysangiz bo'ldi aka. Sog' Hammasi yetarli. Allohni bosgan layk yetadi sizga. 2,5 oylik o'g'lim bor. 86 ga kirgan onam bor. Shuni duo qilib qo'ysangiz. Shuni orqasidan onam duo qiladi. Saxovat pesha yigit bo'lsin. Farzandlaringiz hammasi. Onaxon umrlari uzoq bo'lsin. Ikki dunyo saodatini bersin. Kasal bo'lmasin. Qarindoshlar ko'pasi. Qarindoshlaringizdan sog' bo'lsinlar. Sizda mana pahlavon yigit bilan qarindosh bo'lganlaridan faxrlansinlar. Har kim emas, shuncha joyga kelib duo olib ketyapsiz. Lekin shifoxonalarga yotganlarni eshitdim. Mana bu xayriya insonlarni orzu qilib, yaxshi bo'lsaydim men ham chiqaydim deb yotganlarni eshitdim. Lekin Xudoyim Taoloning izni bilan sizga mana shu maqomni berdi. Alloh maqomimizni bundan ham ziyoda qilsin. Sog' bo'ling. Allohim dargohida qolsin. Oyoq bo'lay, yo'lingizni yoritguvchi chiroq bo'lay.